Birinchi savol. Jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib n ni toping deyapti. Siklalkan ekan. Siklalkanlarning umumiy formulasi SnH2n formula bilan ifodalanadi. Uglerod bog'lar sonini aniqlash formulasi uglerodlar soniga teng bo'ladi dedik, n. Xo'p, umumiy atomlar soni esa 3n ga teng bo'ladi. Bizda masalan shartida aytyapti jadvalimizda uglerod bog'lar soni m-7 ga teng deyapti. Xo'p, unda umumiy atomlar soni qancha bo'ladi? Ya'ni n nimaga teng bo'ladi? Bitta n'imiz nimaga teng ekan? m-7 ga. 3 ta n nimaga teng bo'lishini aniqlab olamiz. Ya'ni m-7 ni 3 ga ko'paytirib o'ramiz. Qavs ochadigan bo'lsak, 3 ni m ga ko'paytirsam 3m plyusga minus 7 karo 3 21. Javobimiz 3m minus 21 ga teng bo'ladi n. Xo'p, B variantiga to'g'ri kelar ekan.